Bir insonni bilaman. Ashaddiy dushmani bor. Doim bu insonga zarar berib yuradi. Bechora har safar yiqilganida umidsizlanib, hayotga bo'lgan ishtiyoqi o'lib, yana harakat qilmoqchi bo'ladi. U dushmanning zararidan yana yiqiladi, turadi. Eng qizig'i, shu dushmanga doim xayrixoh yordam berib yuradi. O'ziga beriladigan zararlarda. Tashqaridan juda bir ahmoqona tuyuladi bu holat. Lekin eng qizig'i, ko'pchiligimiz shu hayotda yashayapmiz. Tabriklayman, siz hozir o'z hikoyangizni mendan eshitdingiz. Bu inson bizmiz. Bu dushman nafs. Nafs to kamoliy tarbiya ko'rmaguncha insonga faqat va faqat zarar berish paydo bo'lar ekan. Uni xohishlarini amalga oshirayotgan inson vaqtinchalik xursand bo'lib lazzatlanishi mumkin, lekin uzoq muddatda doimiy ravishda hasratda qoladi. Boyaz Bistomiy hazratlari aytgan ekanlar: nafsni rozi qilishni yo'li bormi desa, ha bor. Uni aytganlarini qilmaslik, uni xohishlariga xilof tutishlik, teskarisini qilishlik degan ekanlar. Bugun bir ish qilaylik. Bir kunda bir marta bo'lsa ham nafsingizga teskari ish qiling. U xohlagan narsani bermang. Sahil ibn Abdulloh Tustari degan zot o'tganlar qadimda. Ibn Sino bobomiz ko'p u kishining suhbatlarida bo'lib duolarini olganlar. Katta bir avliyo zotlardan o'tganlar. Shu kishi ota-onalaridan katta meros qolgan ekanlar. Hammasini odamlarga ehson qilib bo'lib berib, o'zlari piyoda hajga yo'lga chiqib ketibdi. Ko'faga yetganda nafslari baliq yeyishni istab qopti. Lekin olishga puli yo'q. Shunda kibr nafsimni xursand qilay deb to'g'rida bir tegirmon turgan ekan. U tegirmon avvallari kimdir bilsa tosh tegirmonlar bo'lardi. Eshak, ot aylantiradigan. Tegirmonchiga borib, "Mana shu otingizga bir kunda qancha pul sarflaysiz?" 2 tanga. "Men bugun kuni bilan mana shu aylantirib beraman, otning pulini yarmini berasiz" dedi. Xo'p. Shu kechgacha tegirmonni aylantirib 1 tanga ishlabdi va borib baliq olib yegan ekan. Va nafsiga debdiki: "Ey nafsim, xohlagan payting baliq yeysanmi, boshqa narsa istaysanmi, bemalol. Lekin men seni oldin yaxshi mana shunaqa ishlataman, keyin haqingni beraman" degan ekanlar. Biz agar mana shu ulug' zotlardek nafsimizni xohlagandek qilib ketavermasak, ozgina bu haq to'lovi borligini bilsa, xayoliga kelgan o'ylar bilan bizni qiynamas ekan. Va atrofimizdagi odamlar ham. Ya'ni ne'matni qadri unga erishilgandagi mashaqqat bilan ham o'lchanar ekanda. Xulosa, nafsimizni to'g'ri va halol narsalarni xohlash ayb emas ekan. Lekin biz uni osonlikcha berib qo'yishimiz ayb ekan. Albatta haqini to'lasin. Shunda xayoliga kelgan narsani bizdan talab qilavermaydi. Inson o'rganishi mumkin bo'lgan eng ulug' ilmlardan biri bu o'zini nafsini tarbiyasi ilmi hisoblanar ekan. Xudoyim bu tarbiyani barchamizga mukammal ado qilishni nasib etsin. Assalomu alaykum.